Assalomu alaykum. Nasoslarni nasosni regulovka qilishni o'rgatmoqchiman. Suvni ochib qo'yasizlar. Nasosni oldiga borasizlar. Nasosni oldiga kelsalaring bunaqa qilib ishlab turadi. Nasos o'chib yonib. Shu o'chib yonib ishlamasligi uchun relesini ochasizlar, qopqog'ini ochib otvertkada o'rtasidan o'rta tarafidan ko'rsalaring plus tarafiga burasizlar, chap tomonga. Bir xil ishlab turguncha burasizlar. Chekib turasizlar. Mana shunaqa holatda ishlash kerak. Bir xilda. Mana bir xilda ishlayapti. Endi borib yoqqa suvni yopasizlar. Mana kelib suvni yopsalaring, keyin nasos o'chdimi, o'chmadimi borib tekshirasizlar. Mana nasos o'chgan, regulovka qilindi hisobda. Keyin yana bir qator o'chirib yoqib ko'rasizlar suvni. Suvni yoqib oling do'stlar. Mana hozir suvga o'xshadi. Bir xil ishlab turibdi. Shunaqa qilib nasosga qo'yasizlar.